Notebook LM sun'iy intellekt imkoniyatlar kaliti. Notebook LM sun'iy intellektga asoslangan yordamchi bo'lib, u asosan o'qish, tahlil qilish va tushunishni osonlashtirish uchun xizmat qiladi. Asosiy vazifalari: yuklangan matn, maqola, darslik havolalarni o'qiydi, murakkab joylarda oddiy tilda tushuntiradi, savol-javob qilish, qisqa xulosaga kelish, taqqoslash va tahlil qilish, ijodiy ish, taqdimot, referat va shu kabilarni tayyorlaydi. Muhimi, ma'lumotlarni chalkashtirmaydi. Notebook LM sun'iy intellekti qaysi sohalar uchun foydali va ularni kimlar ishlatadi? Albatta, ular o'qituvchilar, o'quvchilar, tadqiqotchilar va talabalardir. Notebook LM sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishni boshlaymiz. Buning uchun Google ilovasi orqali kirib, Notebook LM yozuvi yoziladi. Izlab topilgan sun'iy intellektlar orasidan quyidagi havolani matn orqali topib tanlaymiz. Oynalar ketma-ket chiqa boshlaydi va biz belgilangan tugmalarni tanlaymiz. Beshinchi oynadan ko'rishimiz mumkinki, sun'iy intellekt oynasi 3 qismdan iborat. Sistem yondashuvi asosida uchburchaklar mavzusini sun'iy intellekt quyidagicha talqin qiladi. Bunda berilgan mavzu barcha fanlar bilan integratsiya qilish orqali tushuntirib berilgan. Masalan, berilgan ko'rinishda fan, texnologiya, injiniring, san'at, matematika, bularni har bittasida berilgan mavzu uchburchaklar mavzusi izohlab berilgan. Tanlagan mavzumiz sistem yondashuvi asosida bo'lganligi sababli matematika fani bilan integratsiya qilgan holatda namoyish etildi va ko'rib turganingizdek taqdimotlarda namunalar ko'rsatilgan. Keling, kelajakka birga qadam qo'yamiz. Yangi g'oyalar ustida ishlaymiz. Fan va ta'limdagi yangiliklar bilan o'rtoqlashamiz. Hamkorlikda fanga oid loyihalarni bajaramiz. O'qituvchilar uchun tadqiqotlar o'tkazamiz va tahlil qilamiz.